Ya bo'laveradi aka, choyxona bo'lsa choyxona. Xo'p bo'ladi aka, xo'p. Hozir shunday mehmonim bor, shunday salom alaykum qilib olay. Aha, bo'ldi aka. Nima gap o'zingizda, qalaysiz senda? Ha? Günaydın, hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sizlar? Mo'shniku aylanib keti. O'zingizdan so'rasak, qatiq yeb o'tiribsizmi yo'qmi? Ha? Juda sabrim sozmay anjondaman. Qanaqa restoran Wi-Fi yo'q to'g'ri. Ha, yo'q, anu siz ham restoran deb o'ttag'imda pirojkixonaga kirib olibsiz-da, aylanib keti. Ha, eningiz hammasidan bo'lsinmi yoqda Wi-Fi? Miyam siqilib qoldi hozir mana. Sesir salat bilan issiqni olib kirib, usturib to'ldiribman. Istanbul usturib. Yuragim siqilib qoldi. Конечно, siqiladi, aylanib keti. Anu akam turg'ish stoliga somsani yo'lini tanlabsiz. Ozgina pul bilan kelibman. Men TikTokdagi pulim ishlamayapti. TikTokim internetim harom, kasopat ishlamayapti. O'shanga ham siqilasizmi? Menga qarang. Anu ikkinchi variantingiz ham bor-ku. Anu yesishni arendaga berasiz har mahallani. Nima dedingiz? Asabim siqilyapti. Jonim siqilyapti. O'zingizlar sog'liklari yaxshimi? Mana sezir salat. Sezir salat aytdim. Ha, sezirizga qatig'imdan siz anu mamashkangizdan pul so'radingizmi? So'rayman deb turuvdingiz, ha? Beradi desam, men uni berdim. Ayama. Juda ayama pul yash ko'radi. Menga qaragin, menga qiziqda. Nima deysanmi? Anu mazza qilib somsani yeb yura, sen anu o'ttaq yeb yurganda. Qiziqda aylanib ketdi, anu o'ttaq bilan o'ttaq solishsa. Voy aylanib ketdi. Aha. Yaxshiyam haligi o'zingniki bor ushab siyganga nima yesin choptirganda. To'g'rimi, asallarim, jonlarim? Ha yo'q, chopmas aylanib ketdi. Anu cholaman desangiz ishonsangiz bo'ladi.